2019-yildagi Odnoklassniki tarmog'ida o'sha vaqtda layk bosgani uchun Sho'rchi tumanidan bo'lgan yigit demak 3 yilga qamalgan. 6 yil oldingi bitta videoga layk bosganlik uchun siz uni ijtimoiy xavfi qani buni? Voy baraka topkurlar. Hatto mana bundan bir necha yil oldin Xorazmda yetimxonadagi yosh qizlarni zo'rlab kelganlarni amaldorlarni qamamasdan jazo berdilar, ochiqqa chiqarib yuborildi. Shuni ham shu sudlarimiz qildik. Uzoq vaqt davomida yetimxonadagi qizlarni o'sha ojizligidan foydalanib, zo'rlab, majburlab ularni qo'rqitib, shunaqa quldek munosabat qilib kelgan kattakonlarimiz mana ushlandi. Nega ularni qamamadi? Hech bo'lmasa ularga bunday hozirgidek jazo ham berilmadi-ku, ochiqqa qo'yib yuborildi-ku. Nima emish? Qonunda unaqa og'ir tomoni yo'q. Ularga kelganda yengillik qo'llab berildi-ku. Bu ish bilan u ishning orasida qani zarar, ijtimoiy oqibat, jamiyatga, odamlarga yetkazayotgan zararni bunday qilib taqqoslanglar, nima qilyapsizlar bu?